Assalomu alaykum opajon, xush keldingiz. Sizlarni Alaykum. ko'rganimizdan Bo'ling. xursandmiz. Bilasiz, aynan sizni bu yerga nima sababdan chaqirganimizni. Chunki siz albatta barchaga yoqadigan, yoqimli, el suygan san'atkor, aktrisa Bahora Arslonova tufayli shu yerdasiz. Xush kelibsiz opajon. Xushvaqt bo'ling. Sababchi Bahoraxon. Ha, albatta. Aslida Bahoraxonni Bahora bo'lishiga sababchi sizni bilamiz. Rahmat. Aynan Bahorani bolaligiga oid bo'lgan savollar bilan boshlasak. Bahora qanaqa bola bo'lgan? Qanday bo'lgan bolalikda? Alohida o'ziga xos jihati bormidi? Kelajakda mana shunaqangi mashhur, el suygan inson bo'lishi bolaligidan ma'lum bo'lganmi? Endi o'zini xarakteri bilan ko'p bunday o'xshash tomonlari bor. Именно sizlarni analaringizga yaqinroq. No, lekin bizada boshqa institutga topshirganda, Boshida boshqa boshqa institutga yo'q, texnikumda o'qigan, anaga Sirkovoy kollejda o'qidik-ku bu. Unga sababchi bo'lgan o'rtog'im, Surayyoni o'g'li Boris. Boris bilan birga men aytdim, senga ham qarab yuriydi, vaqting behudaga ketmasin deb o'sha Sirkovoy kollejga qo'ygandik. Uni o'qidida, undan chiqib aya dedi, men anavlarimdan yaxshi o'tdim dedi. Nima bo'lar ekan-ku? Imtihon emas, undan oldin kastingmi, pastinglardan nimadandir o'tdim dedi. Ijodiy imtihondan. Keyin anaga dedi, institutga dedi, kontraktga kirdim dedi. Kontrakt uchun biz uchun endi ozroq qiynalamiz-ku bolam dedim. Ha, bir yiling kuyib ketmasin, mayli o'qiver dedim. Keyin akasiga Shuhratjon ana qiladi, madaniyatga bo'yicha ishlaydi. Mana bu hokimiyatlarda ham ishlasa bo'ladi. Aktyor bo'lmaydimi? Nimada kinoda qatnashmaydimi deb qo'ydi. Yo'q deb anaqa qiluvdik. Ish qilib yaxshi o'qib ketdi. Ha, yaxshi. Endi o'zimiz ham bilmadigan mana bunaqa bo'lib ish qilib kutilmaganda kinolarda ham qatnashib, mayli, baxtini bersin. Shuhratjon dedingiz. Shuhratjon bu menimcha Bahorani akalari bo'ladilar, a? Demak, doim odatda san'atkorlarni onalariga, otalariga, yaqinlariga beriladigan savol bo'ladi. Hech kim qarshilik qilmaganmi mana shu san'at sohasiga kirib kelishga, ayniqsa qiz bolaga bu kasbdan boxabar sifatida bilaman, oson bo'lmaydi, ayniqsa o'zbek mentalitetida. Endi qarshilik, dadasi rahmatli ham qarshilik qilgandilar. Yo'q, qarshilik qilmagandilar. Bizlarga nima bo'ldi? Jurnalistikaga kirdi dedik kishiga. Butun boshlanishimiz yolg'on bilan boshlandi-da. Siz qizingizni qalbiga quloq solgan holda taraf olgansizda, demak. Yo, endi baxti shunga bo'ldi-da, shu institutga kirdi. Kontrakt bo'lsa ham mayli dedi. Keyin o'g'limga aytdik, teatralni institutga deb tushuntirdik. O'zini sohasi bo'yicha, qo'g'irchoq teatri anonsi bo'yicha deb o'g'limga tushuntirdik. Lekin Bahoraga intilish bo'ldi. O'sha nimada institutga kirgandan ikkinchi kursidan уже taklif qilishdi. Kinoga. Kastingdan nechtadir kishidan xursand bo'lib keldi. Ayajon, men kastingdan o'tdim. Nechtadir 100 tami qizlarni ichidan tanlashdi bizani. Necha kishinidir tanlashdi dedi-da, keyin qara bolam, qiynalmaysanmi? O'qishlaring nima bo'ladi? Yo'q, o'zlari javob berishar ekan deb. Kinoga ham qatnashdi, ikkinchi kursda. Bolaligida maktab tadbirlariga qatnasharmidi? Kichkinaligida? Maktab tadbirlariga talantini nimadadir ko'rganmisiz? Qachondir voy, eplayapti shunaqa narsani deb sizni ajablantirgan holati bo'lganmi bolaligida? Sho'x bo'lgan-a? Juda sho'xligi. Nima bo'lsa o'yin, bolalar voleybol o'ynasa voleybolda, futbol o'ynasa futbolda, hamma narsada sho'xligi. Sho'x bo'lgan-a? O'sha ilk kastingida ikkinchi kursda o'tgan-a? Ikkinchi kursda o'tgan. Fidoyilar serialida. Shu joyda ma'lumot o'rnida aytib ketishim kerak. Bahorani ilk seriali, ilk syomkasi birgalikda bo'lgan men bilan. Fidoyilar serialida. Siz bilan. Ikkalamiz naqd 2 oy bitta xonada birga yashaganmiz. O'shanda bilganman Bahora juda ham samimiy, sofdil, juda ham bir beg'ubor qizligini bilganman.
o'sha vaqtdagi vaziyatlar haqida mana aytyapsiz, akalariga biz boshqa joyda ishlaydi deb ishlatganmiz. Shunda bilganman, yashirincha borgan, aynan akam qattiq qo'llar, san'at sohasiga sal qarshiliklari bor degandilar. O'sha vaziyatda qanaqa bo'lgan keyin kino chiqqandan keyin? Biz yangi yilda как раз o'sha serialni boshlanganda, yangi yilda o'tirgan joyimizga o'rtog'inikiga, o'g'limni o'rtog'inikiga borgandik. Chaqirishi bir-birimizga yurimiz. O'shani kinoni yaxshi ko'rayotgan ekan. O'rtog'ini oyisi, dadalari, butun oilaviy shu kinoni yaxshi ko'rib ko'rishayotgan ekan. Biza ko'rib qoldikda, voy aya o'chirtiring, konsertga qo'ying deb boshlandi Bahora. Keyin men aytdim, qanday qilib qo'yay? Boshqa konsertga qo'yinglar, bayram programmasiga qo'yinglar deb qoldim. Keyin aytdi, maqsad ko'rmaslik, akasi bilib qolmaslik. Yoshirancha anaqamizni bilmasin akasi deb. Keyin o'g'lim ham qarab, voy aya mana bu juda o'xshar ekan Bahoraga. Bahora qaray, senga juda o'xshar ekan, lekin bu chiroyliroq ekan sendan deb qo'ydi. Lekin ichida bilib turibdilar. Yo'q, bilmadi. Bilmayaptilar. Bilmadi. Keyin aytatsam, bilayam ana bo'ldi, undan o'tdik, konsert programmasiga qo'yib, voy yaxshigina o'tdi deb. Keyin uyimizga keldik, ana qildi, mehmonlar kelishganda, Shuhrat anaqa amakisi, rahmatli amakisi ham voy deydi, Bahora kinoga chiqdimi deb juda, lekin u kishi unday xursand. Keyin dadasi ham o'sha kinoga chiqqanini ko'rib, oddiygina rol, juda chiroyligina chiqqanini ko'rib, sevinib qoldilar. U kishiga ham o'sha hamma tomondan gapirib qolishdi. Voy qizingiz kinoda o'ynabdi-ku, kinoda bunday zo'r o'ynabdi. Hali o'qib yurdik-ku, birinchi kursda emasmi? Kinoga chiqib qoldi deb u kishi ham xursand bo'ldi. Dadani ko'ndirdik. Keyin akasiga o'sha baraka topsin, o'rtoqlari mana bu shaharda, Toshkentda 41-maktabga o'qigan-ku ikkalasi ham. Ular tushuntirishdi. Voy zo'r o'ynagan ekan. O'qituvchilari o'sha bizadan chiqdi, Bahora kinolarda o'ynayapti deb. Keyin shundan o'rganib, ko'nikib, baribir ham yomon rolda chiqmadi. Unaqa boshqacha rollarda chiqmadi, faqat shu bilan endi Bahoraxonga anaqa bor. Imkoniyat bo'ldi. Ma'lumot uchun bu serial Abduhalil Mignarov rejissyorligida aynan fidoyilar, doktorlar haqidagi serialida va o'sha yerda men shoirani o'ynaganman. Bahora shoirani o'ynagandilar. Bahora shoirani o'ynagandilar. Men yonida birga ishlaydiganini o'ynaganmiz. Juda ham yaxshi, chiroyli voqealarga boy bo'lgan, miriqib syomka jarayonida ham yayraganmiz. Va keyin shu jarayonda bir narsani guvohi bo'lganman. Bahora to'qirdi. Sharf, shapkalar to'qirdi. Kimdan o'rgangan? Bahora kimdan qiziqishi bo'lgan? Unda bilmadim, shu meni o'zim ham to'qirdik. Endi balkim genimizda bormi? Qiziqish bo'lganda sizda ham. Oyim to'qirdilar. Men o'zim ham boshlanishiga pyatkachalar, naskichalar to'qirdim. Bu ham keyin ko'rib, o'bi qilib, bu tektadan maslahat so'rab, bu ham to'qib ketdi, qiziqib ketdi. Ish qilib hammamizga sviterlar, nimadirlar, sharflar to'qib, juda chiroyli to'qirdi. Ko'rganman. O'ziga ham to'qib kiyib olgan bo'lmasdi. Nimaga intilsa, eplaydi. Oxirigacha shuni yetadi-da, eplaydi. Men ko'ryapmanki, ko'p jihatlari sizdan o'tgan ekan. Bahoraga nima deb o'ylaysiz? O'tgan. Dadalardan nima o'tgan? Sizdan nima o'tgan? Dadalar juda ham spokойно. Главный buxgalter bo'lib ishlaganlar, revizor bo'lib ishlaganlar. Endi ish jihatidan bu kishiga ancha seryoznroq, spokойно odam edilar. Jiddiy edilar. Ko'rinishlari ham sizga o'xshaydilar. Men endi ko'proq nima deydi? Qayerdan bo'lsa ham ishimni undiray, nimadir ish qilay. Tadbirkorlikda ham boshlab ketaveraydim. Buxgalter xo'jayinga yordamchi bo'lib, zam buxgalter ham bo'lib ishlaganman. Arxivda ham hamma yoqqa ulgurganman. Harakatchanligi demak sizga o'xshar ekanlar. Hozir Bahorani ko'ramiz, juda ham chiroyli ko'rinishda, to'ylarni me'yoriga, maromiga yetkazib oladi. Taklifga qarab boradi, lekin juda chiroyli o'tkazib beradi. Chaqirishadi, boradi, xizmatdaman onajon deb. Mayli. Nima bo'lsa ham el xizmatida. Yaxshi. Sevishadi, yaxshi ko'rishadi, shuning uchun xohlashadi ularni eng baxtli kunlarda shu o'sha yerda bo'lishlarini, Bahorani.
Xo'p, yana bir savol. Aynan Bahorani xarakterida siz qo'rqib turgan, cho'chib turgan, qaysidir ma'noda voy shu jihatini qilmasa bo'lardi, o'zgartirsa bo'lardi yoki degan jihati bormi Bahorada? Bahorani o'zgartirishini endi shaharda yurib ham o'sha Bahorani yoshligida qanaqa bo'lsa o'shanday turish. Bunday bir ayyorligi yo'q. Bunday o'zini Sodda deysizmi? Visokomerniy bo'ladi-ku, nima deydi? Bunaqa olibtaligi yo'q. Qanaqa bo'lsa o'shandayda. Shuni aytaman, sal seryoznroq bo'lgan. Samimiy. Demak, ba'zi joylarda samimiyligini emas, o'sha vaziyatga qarab o'zgargan deysiz, a? O'zgargan. Bunday bir ayyorlikni ham joyida ishlatgin deysiz, lekin yo'q-da. Samimiylik haqiqatdan ham o'sha juda soxta bo'lsa yoshligida o'sha turishi. Balki shu uchun ham xalqimiz yaxshi ko'radi Bahorani. Shuning uchun ham yaxshi ko'rib talpin. Mashhur farzandi bor bo'lish. Bu siz uchun sharafmi yoki mas'uliyatmi? Mas'uliyat emas, endi bu men uchun sharaf. Masalan, Bahorani intilganlari zoya ketmadi. 3 yil, 4 yil, yana 3 yil, 7 yil, 10 yil o'qidi shekilli. 10 yillik mehnatda zoya ketmadi. Endi o'g'lim ham mana sportsmen. Kurash bo'yicha, dzyudo bo'yicha postoyan birinchi o'rinlarni olib, chempion, mamlakatimizda chempion bo'ldi. Hozir trener. Travma olganda trenerlikdan ham yaxshigina chempionatga bolalar chiqarib turibdi. O'zbekistonda sharafi uchun chempionlari bor. Tailandga bordi, trenerlik qildi. Turkiyada trenerlik qildi. Chaqirishyapti, boradi. Yaxshi. Demak, Bahora o'zi aslida Qashqadaryoda tug'ilgan, keyin Toshkentda yashagansizlar baribir, oilaviy Toshkentda. Oilaviy Toshkentga keldik. Siz shunda ikkita farzand, qiz, o'g'il, bular, Qiz, o'g'il, yana qizim. Yana bitta qizlaringiz bor. Demak, siz 3 ta farzand, aynan 2 ta farzandingiz o'z muvaffaqiyatiga erishgan va o'zligini namoyon qila olgan farzandlar bo'lgan. Bunda sizni mehnatingiz qay darajada deb o'ylaysiz? Mehnatim meni prosta o'qishga, o'zimni dadam rahmatli meni fizika matematikadan o'qishga topshirgandim Dushanbega. Zenfira o'rtog'im bilan birga. Qo'ymadilar institutga o'qigani. Institutga o'qimaysan, institutda o'qigan qizlar buziladi, unday bo'ladi deb bizga qanaqadir barib tushuncha boshqacharoq edi-da. Keyin meni qaytarib olganlar. Undan keyin kelib bu yoqqa o'zimizda anaqaga texnikumda bitirganman buxgalteriya kursini. O'zimizda bo'lgani uchun indamaganlar. Keyin buxgalter bo'lib ishladim, yana yoqmadi. Onamda kasbini qildim, tikuvchilikda. Hozir qizim ham, Sitora qizim ham dizaynerlikda, u dizaynerlikda bitkazdi. O'zimizga qarshi bo'yicha birinchi o'rinda turibdilar. Bu baxt. Bilasizmi? Juda baxt. Farzandlarning yutug'i o'zingizni yutug'ingizdan ko'ra ko'proq quvontiradi onani. Endi bularning yutug'i meni yutug'im bo'lib turibdi-da hozir. Mashhurlik Bahorani o'ziga qanday ta'sir qildi degan savolim bor ekan. Demak, o'zgartira olmagan Bahorani. Mashhurlik o'zgartira olmagan. Yo'q. Mashhurlik o'zgartira olmagan, o'shanday qanday bo'lsa o'shanday. Bahorani bugun juda ham chiroyli oilasi bor. Aynan kim ko'rsa havas qiladigan. Shu turmush qurishda Bahora nimaga, qaysi jihatlarga e'tibor bergan turmush o'rtoq tanlashda? Qanday bo'lgan bularning tanishuvi? Bahorani tanishi oddiygina, mana bu kursdoshini to'yiga borgan. Kursdoshini to'yiga borganda kuyovimiz Sherali yoqtirib qolgan. O'shanda ham o'ziga aytmay, opasiga aytgan. Opasiga aytib, shunaqa qilib, shu telefonlashib, keyin anaqa qilishgan. Bizani o'zimizdan juda ko'p sovchilar chiqishdi, olamiz, lekin Bahorani san'atda emas, boshqa sohada ko'rgilari keldi. Ko'rgilari keldi. San'atdan chiqadi, lekin ishlamaydi. Hammasiga Bahora bitta gapni aytdi. Men shunchalik o'qib tashlamayman endi san'atimni. Mayli, men rozi bo'lamanki, qarshilik qilmasalaring. Meni shu o'zimni yo'nalishimga qarshilik qilmasalaring, men rozi bo'laman deganda ularga ma'qul kelmadi shekilli. Buni o'zgartirish olmadi, o'zlari bir anaga kelishmadi, lekin Sherali kuyovim, может быть,
anayoqda Rossiyani turizmni bitkazgan, magistraturasini bitkazgan, ham yashash tarzi Rossiyada bo'lgani uchun o'qidi, Dunyoqarashi. Piterda, Sankt-Peterburgda bitkazdi-da. Qudalarim ham o'sha yerga ishlab, ish sohasi bo'yicha ishga borishgan, bu ham o'sha yerga o'qishni davom ettirgan. Shu bo'yicha to'g'ri kelganmi xarakteri, uni yashash tarzi endi ancha anav bo'lgan, oldinroq Sheraliniki. Yo'q, tengini topdi shekilli. Ha, demak dunyoqarash bo'yicha qo'llab-quvvatlaydigan, o'z juftini, chiroyli oilasini, taqdirini Juda yaxshi, ikkalasi ham ko'stimasin, juda yaxshi. Baxti boqiy 3 tagina bolasi bor. Farzandlari bir-biridan shirin. Mana Oilasi. ko'pchilik aytadi, to'g'ri, san'atkorga qiyin deydi, voy san'atni tanlaysanmi deydi. Lekin aslida o'sha san'atni sevgan qalbni munosib jufti, tushunadigan insoni uchrasa, ulardan baxtli juftlik, ulardan baxtli inson bo'lmaydi, to'g'rimi? Juda ham haqiqatan nima. Endi bir-birini tushunib yashaganga nima yetsin? Ya mana bularni ham hayoti juda ham yaxshi ish qilib, nimagadir o'zimda juda ham baxtli his qilaman. Qizimniki ham, o'g'limniki ham, u kenja Sitoraxonniki ham oilasi juda tushungan, bir-birini tushunib yashab kelishadi. Eng muhimi shu o'zi aslida. Bolalarni hayoti jihatidan qiynalmaganman. Bir kelishmovchilik bo'lmagan. Uchalasi ham baxtli. Baxtli bo'lishsin iloyim. Har bir onaga aynan farzandlari haqida mana shunaqangi gap gapirish nasib qilsin. Chunki bu juda ham barchani xohishi, orzusi, hayotini demak asosiy qo'rquvi bu bolalarni hayotda demak bolalarning baxti. Barcha onalar havas qilsa bo'ladigan ona ekansiz. Bizni ham niyatimiz shu, farzandlarimiz baxtli bo'lsin, o'zimizdan da baxtli bo'lsin. O'zlaridan ko'payishsin. Nevaralarim endi qani chevaraga endi navbat 12 ta bo'lib qoldi. Juda nima deydi? Boy xotinmanda. Baxtingizga ko'z tegmasin. Rohatlarni ko'rib yuring doim. Bahora aynan uyda qanaqa uy bekasi sifatida, pazanda, beka sifatida men buni yoshligida lekin uy beka qila olmaganman. Hayot anaqasi uy beka ham bo'lib qoldi. Masalan, men buni birinchi marta ko'rishim mana ro'zada, hammamiz ro'zamiz. Tez nimadir qilishim kerak deb qanaqadir bir sal kechkiroq turibman. Qarasam, samsalar pishgan. O'sha endi tayyorlar ko'pga toshkanda bunaqa. O'zi bo'kib, o'zi narsalar qilib, o'sha stolni nakrivat qilib, ayjon triyla deb. Turmush qurgandan keyin. Turmush qurgandan keyin o'sha keyin ko'p bo'lmayman-da bularnikida. Postoyanno qaynonasi yonida turadi, baraka topsinlar, yordamlashib turadilar. Keyin aytadi, o'shanda men aytdim, voy, sen qo'lingdan samsalarim pishirish kelar ekan. Ovqatlar qilar ekansan deb. Yo, ishqilib juda ajoyib pazanda bo'lgan. Endi nima deydi? Turmush o'rtog'i uchun, bolalari uchun qilar ekanlar. Mas'uliyat bo'yniga tushgan. Mas'uliyat bo'yniga tushgandan keyin. Sho'x, erka, uy ishlarini qilmaydigan qizingiz bo'lsa tashvishlanmang-a, demak-a. Turmushga chiqqandan keyin aytadi-yu, boshiga tushsa ketadi deydi-ku. Demak, turmushga chiqqandan keyin qaysi jihatlari o'zgardi? O'zgarish sezdingiz yana? O'zgarish sezganim anaqa, nima deydi? Ko'proq uyga e'tibor qiladi, turmush o'rtog'iga. Oldinlari voy ayjon men ketdim. Ko'p vaqti o'zingiz bilasiz, ko'chada mana bu serialda bularni Qo'g'irchoq teatrida ishlaganda ham, men Samarqand darvozasida ishladim, Qo'g'irchoq teatrida. Unda ham ish vaqti soat 10 da tugaydi. Kechqurun tugaydi. O'zi gohida keladi, gohida akasi bilan birga keladi. Shunaqa qilib ko'p vaqt ko'chada o'tganda men buni ovqatga ham vaqti ham bo'lmagan, o'zim qilib, o'zim pishirib o'tirganman. Ishlaganmiz ham. Kichkinam, lekin singlisi ovqatga juda edi, pazanda edi. Uni nima ovqat desak, shuni tayyorlab berardi bizga. Siz qattiq qo'l ona bo'lganmisiz yoki endi nima desam bo'ladi? Qattiq qo'l bo'lganman. Chunki talab qilganman, ishlashimiz kerak. Mana bu kontraktimizga pul topishimiz kerak. Dam olishga vaqtimiz yo'q. Постоянно uchalasi ham ishda bo'lgan. O'g'lim trenirovkasida, keyin mana bu kurashlarda borib musobaqalarni yutib, o'zini og'irligini o'zi ko'targan.
qizim ham mana bu ishlab turib kontraktlariga yordam berib turardilar dadalari, amakilari, undan tashqari o'zimizga topib turardik. Uchalamiz ham qo'shimcha hammamiz ishlab turardik. Dadalari necha yosh bo'lishgan bular dadalaridan? Dadalarni endi institutda o'qirdi, 63 yoshlarida bo'lmadilar hajga borib. Hajga borib, o'sha yoqqa bo'lmadilar. Joylari jannatdan bo'lsin. O'sha yoqda bo'lmadi. O'sha yoqda bo'lmadilar. Shunda shu yoqda qolgan? O'sha yoqda qolganlar. O'sha yoqda endi biz bilmagandik, keyin bizga o'sha birga ketgan hamroylari aytishdida, yoqda berishmas ekan, telefonlashib turishdi. Kimlardir niyat qiladi, orzu qiladi bu narsani. O'sha yerlarda, aziz joylarda qolish. Demak, Bahorani bugungi kunda yuragida alami, afsusi bor deb o'ylaysizmi? Hech sezmaganman. Afsus chekkanini, alam. Bu ham nima deydi? Oilasini tinchligidan To'g'ri. hech qachon bir afsusda bo'lmagan. Kuch ola oladida juftidan, oilasidan, farzandlaridan. Kuch oladi. Alami ham hech sezmaganman. Hamma bilan yaxshi. Ochiqda. Ochiq. Hech kim bilan bunday bir mana o'rtoqlari bilan ham kelishmay qolganini bilmaysiz. Yo'q. Anjela biznikida vaqtincha turuvdi. Anjela bilan ham yaxshi edi. Indira birga ishlashganki bular dugonalarda. Qaytar dunyomi? Bir kami to'lmagan dunyoda. Men ham chiqqanman o'shanda. Intizor bilan oilasi bo'lib chiqqanman. Intizor bilan ular sinfdoshlar bilan o'ynashgan. Boshqa kostyumasini do'stligiga bilan juda ham yaxshi. Отношенияsi. Demak, Bahora qaynonasi bilan turadi, qaynonasi bilan birga yashashadi. Qaynonasi yo'q, Samarqanddan kelib turadilar. Masalan, bir srochniy ishlari bo'lib qolsa, yordamga kelib turadilar. Bolalarini hozirgi bog'chaga joylashtirdi. O'shanda bolalarini navbat bilan ikkalamiz. Men Qarshida qarardim, bu kishi Samarqandda qarardilar yoki voy vaqtim bor o'sha yoqqa yoningizda bo'lay deb Toshkentga kelib turadilar. Demak, Bahorani hayotida, farzandlarining hayotida ikki onalarini, demak, qaynonalarini va o'zlarining onalarini juda ham katta hissalari bor. Hissalar juda bor. Qo'llab-quvvatlashib. Bahoraning nomidan rahmat aytaman. Doim aytsa ham kerak o'zi. Kutilmaganda sovg'alar qilib turadimi? Kutilmaganda sovg'a qilardi, postoyanno eslab, ana qilardi. Ko'nglimizni ko'taradi doim. Uning erishgan yutuqlari bizning ham yutug'imiz, ikkalamiz ham xursand. Qaynonasi ham juda tushunchasi yaxshi. San'atga nisbatan. Voy, anaqa bilan chiqdingizmi, voy, men Instagramdan ko'zlarini uzmaydilar. Voy deb qarab o'tiradilar. Nima bunaqa chiqdingiz? Bunaqa qaynonalar kamdan kam kelinini yutug'idan o'z farzandini yutug'ichalik quvonadigan qaynonalar. Bu ham omad. Omad haqiqatan ham. Omadga ko'z tegmasin. Har bir qizimizga mana shunaqangi yaxshi qaynonalar, yaxshi turmush o'rtoqlar nasib qilsin, ilohim. Hamma ham baxtini aynan birinchi bo'lib o'z oilasidan topgan inson keyin jamiyatda yutuqqa erisha oladi-da. Haqiqatan ham. Siz Bahoraga nima degan bo'lardingiz? Mana shu suhbatlarni ko'rgandan keyin unga nima degan bo'lardingiz? Hozir sizni ko'rib turibdi Bahoraga. Bahoraga nima deyman? Sanday qizim borligidan xursandman deyman. Shu oilangda tinchini, mana bu qaynonangga nisbatan bo'lgan tushunchang, bolalaringni tarbiyalaganlaring uchun hammasiga rahmat deyman. Bolam, seni shunchalik o'stirganim, mehr berganim zoya ketmabdi. Qarang, aynan Bahora insonlarga qanday ko'rinishni xohlaydi? Ular Bahora haqida qanday tasavvurga ega bo'lishni xohlaydi? Bahora insonlarga shu boricha ko'rinishni xohlaydi. Qanday borlig'im bo'lsa, shunday meni ko'rishsin, shunday sevishsin deb. Endi to'g'ri, mana bu kinolarda o'zgartirishadi, nimada ana qilishadi. Lekin o'zimcha o'ylayman, Bahorani shu boricha yaxshi ko'rsa kerak hamma. Shu samimiyligini, ochiqligini. Bahora xayolparastmi yoki realistmi? Xayolparastligini bilmayman. O'sha realist deganingizga most yaqinroqdir. Demak, aynan Bahorani farzandlariga berayotgan tarbiyasida siz kamchilikni ko'rasizmi yoki
ustuvorlikni ko'rasizmi? Siz o'zingiz Bahoraga bergan tarbiyani u bolalarga bera olyaptimi? Qanaqa ona? Endi men Bahoraga nisbatan qattiqroq edim. Hozirgacha eslashadi, voy mani aya bunday qilib uruvdingiz, bunday uruvdingiz deb eslashadi. O'zi sal bularni nimagadir erkalatadi. Erkinroq qo'yadi. Erkinroq. Endi Shirali qattiqroq turadi, endi baribir kimdir qattiqroq turish kerak-ku. Bu erkalatadi bolasi. Erkalatadi. Yaxshi. Bahora sizdan qaysi dakkini eshitish xohlamasdi? Eng yomon ko'rgan dakkingiz qaysi edi? Endi kech qolding, nima kech qolding deb ko'pincha urishardim. Men ham nima qilay? Qanaqa qilib yugurib kelyapman-ki deb o'sha kech qolishini xohlamasdim. Kechga qolma bolam, qo'rqardim. Baribir shahar joyi. Xavotir olardingiz-da? Xavotir olardim. O'shani kutib turardi-da, voy hozir boraman, yana gap eshitaman. Boraman, yana gap eshitaman. Bahora bilan bog'liq xavotiringiz nimada? Masalan, voy shu qizim deb xavotirlanasiz-ku. Nimadan ko'proq xavotirlanasiz? Xavotirlanganim chunki mana yoshi ham o'tib ketdi. Bir nima qilarkanmiz, tengini topilarmikan? Endi bu sohada ishlayapti, o'zini sohasini tashlagisi kelmaydi. Nima ham bo'lsa-ki, biron bir baxti topilib, baxtli bo'lib ketsa edi deb qiz bola payti xavotirlanardingiz. Xavotirlanardi. Egasiga topshirguncha. Egasiga topshiraydi. Hozir bugungi kunda xavotiringiz yo'q. Xavotirim yo'q. Ko'nglingiz xotirjam. Ko'nglim xotirjam. Siz bilan bog'liq orzulariga sizga va'da bergan mana bolaligida umuman aytadi-ku, oyi unaqa qilaman, hali bunaqa qilaman deydi. Shu siz bilan bog'liq orzularni necha foiziga erishdi? O'zi qilgan orzusini, masalan, o'sha sirka kollejga kirgandan o'sha hamma narsasi yoqdi menga. O'zi yoqdi. Siz bilan bog'liq, siz bilan bog'liq. Endi men bilan bog'liq bo'lgan orzularim nima tikishda o'rgandi. Mana shu to'qishlarni o'rgandi. Nima bo'lsa ham baribir bolam bu narsa oilada juda kerak dedim. O'tirsa ish qilib, men ulgurmagan paytlarim tikishga achchiqlanib o'zi o'tirib ko'ylaklarni o'zicha bichib tikaveradi. Shu intilishlari aytamanki, nimaniki niyat qilsa, shuni qilaman deb tursa, shuni qiladi. Eplaydi, uddasidan chiqadi va eplay keladi. Eplaydi. O'sha narsani voy to'qishga qiziqib ketdi, kimnidir to'qilgan narsasini ko'rdi-da, o'zimni razmerim chiqmaydi baribir deb to'qishni boshladi. Uddalab ketdi. Tikishga men bo'lmagan paytim mashinkalarimiz bor, uyda Chorsuda ham bor edi. Tikib ketdi. Nimadirlar qarab o'tirmaydi-da. Demak, siz shu farzandlaringiz uchun qilgan mehnatlaringizdan rozi va xursand onasiz. Judayam Allohga shukr. Asli har bir farzandni asosiy tilagi onasini roziligini olish, mana shunaqangi xursand bo'lishini ko'rish. Demak, Bahora sizni onangiz judayam sizdan faxrlanadilar. Judayam. Balkim faxrlanar. Yo'q, men faxrlanaman. U ham endi mendan faxrlanar, chunki men hech qachon yo'q demaganman, qarshilik qilmadim. Akasini ham, uydagilarni ham aldashga men ham sherik bo'ldim. Qaysidir marda yaxshilik uchun yolg'on ishlatgansiz. Yolg'on ishlashga. Bahorani qalbidagi istakni, xohishni inobatga olib, amalga oshishiga, ro'yobga chiqishiga yordam bergansiz. Yordam berganman. Bugun afsus qilmaysiz. Yo'q. Afsus qiladigan hech qanaqa imkonimiz yo'q. Sabab yo'q. Har doim qaysi kasbni sevasiz, qaysi kasbni xohlaysiz, unga hamroh bo'lish kerak, to'g'rimi? Aynan unda orqangizda albatta bitta kuch kerak bo'ladi. Mana shu onamiz aynan mana shunday kuch bo'lganlar Bahoraga. Bahorani bugungi kunidagi yutuqlariga demak siz sababchi ekansiz aslida. Sizdek kuchlari, suyanchlari bor ekan. Hozirgi vaqtda o'zimizda ham butun xalqimiz O'zbekiston ancha qiziqib qolishdi san'atga. Endi bizani vaqtimizdagidek qarshiliklar uncha emas, ishqib ancha kamaygan. O'zi yo'q desa ham bo'ladi, hamma qiziqib qolishdi. Mana shu haqiqiy bo'lib o'ynashyapti. O'sha bilganda mana bu nima deydi? Qarshilik qilishga sabab bo'lmayapti-da. Siz shu san'at tushunmaydigan insonlarga nisbatan nima degan bo'ladingiz? Men tushunish kerak ekan. O'sha narsaga ruhan
tayyor bo'lib kirsa inson, bular san'atkorlarga hech qanaqa bir nima deydi, yomon ko'z bilan qaramaslik kerakda. Bular ham borini, masalan, o'sha rol ijro etayotgan rolni hayotga ko'rsatishyapti. O'sha bo'layotgan voqealardan olinadi-ku bu rollar ham. Shu narsani ko'rsatib, odamlarning ko'zini ochishyapti. Mana shunaqa rollardan nima desam bo'ladi? Ish qilib tushunishni xohlayman-da odamlarni. Aslida demoqchisizki, meni tushunishim bo'yicha aktrisalar, aktyorlar ham o'qituvchilar. Qaysidir ma'noda o'zini ko'rsatib, tarbiyalashadi bolalar. Qanday bo'lishi kerak, Bunday olib qaraganda o'qituvchi kasbiga yaqin. Faqat ular o'sha jonlantirib o'sha narsani, mana bu yomon, bu narsa yomon, bu narsa to'g'ri ish deb ko'rsatib, o'rgatib turishadi. Ustoz, o'qituvchi sifatida namoyon qilishadi. Bunday olib qarasa, nafaqat bitta sinfdagi bolani, butun o'sha ko'rayotgan O'zbekiston davlat miqyosidagi insonlarga yomonni, yaxshini ajratadi, ko'rsatib berishadi. Tashrifingiz uchun tashakkur. Juda ham maroqli suhbat bo'ldi. Vaqt qanday o'tganini bilmay qoldim. Va albatta sizdek onalar ko'paysin. Farzandlarini qo'llab-quvvatlovchi, ularni orqada mana shunday orqasida kuch bo'lib turuvchi va natijasida sizdek mamnun, xursand ona qiyofasida gavdalanishini tilab qolamiz. Rahmat. Bahora, sizdan menimcha juda ham minnatdorlar. Minnatdor bo'lsa kerak. Nabiralaringizga, aynan Bahoraga siz tilaklaringiz nima bugungi kunda? Tilagingiz bilan yakunlasak suhbatimizni. Bahoraga tilagim shu turmush o'rtog'i bilan qo'shiq tarsin, qarilik gashtini sursin, bolalarini o'zi nima qanaqa niyat qilgan bo'lsa o'stirsin. Oilasida qaynonasiga, qaynotasiga sevikli kelin bo'lib, ishlarini, xizmatlarini qilib yursin hamisha. Siz juda Bahorga o'xshar ekansiz. Bahorani oyisi deyishganda nimani his qilasiz? Bahorani oyisi deb ko'pchilik o'xshatishadi, bilmadim men. Balkim xo'jayin bilan ham o'xshash tomonlarimiz bordir, shuning uchun ham. Lekin men ko'proq xo'jayinimga o'xshaman. Bahorani, qarang. Sizga ham, bolalariga ham o'xshar ekan-da Bahor. Sizga tashrifingiz uchun tashakkur va mana shunday go'zal guldasta, o'zingizdek Bahoradek go'zal guldasta sizga ko'rsatuvimizdan azimat sovg'a. Rahmat. Tashakkur. Bizni hurmat qilib mana shu yerga farzandingizni orqasidan aynan taklif qilganimizga rozi bo'lib kelganingiz uchun rahmat. Bu avvalo farzandingizga bo'lgan e'tibor. Rahmat. Sizlarning e'tiborlaringiz uchun ham rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishishni nasib qilsin. Albatta. Sog' bo'linglar. Mana bugun juda ham chiroyli dil izhorlarini guvohi bo'ldik. Farzanddan onani xursand bo'lishi, iftixorni tuyishi bu juda ham quvonchli hol. Bu darajaga yetishish hamma farzandga ham nasib qila olmaydi. Bugungi mehmonimiz Bahora Arslonovani onalari. Va siz navbatdagi ko'rsatuvimizda mana shunday mamnun onalarni ko'rishingiz mumkin. Biz bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Vaqtingizga demak rozi bo'lasiz.